Tabib qaynona klinikadamisiz? Chiqing. Doktor kuyov, keling. Sog'liqlaringiz yaxshimi? Oling bu kasalingizni menga sog'lom deb spravka yozib bergandingiz. Daltonikki bu. Oq qora kiyimni aralashtirib yuvgan. Xalatni dazmol qilmagan, skleroz, pulsiz nafas olmaydi bu astma. Gilavrach ish bo'lsa hushdan ketib qoladi, anemiya bu. Qudam yaxshimilar? Ovqat qilayotgan payt baxila kiymaydi. Telefon tutkilab man davina qiladi bu. Mana kecha miyasi rentgen qildirdik, havos bo'lgan kallasiga. Qarochi, mana oling kasalingizni men ketdim, soppa sog'lom modda topib olaman. Hey, kuyov, skoro mashinaga shoshmang, palataga kiring gaplashamiz. Davay. Kuyov, miyangizda varikozingiz bormi? Odamni asabini gemoraya qilmang, iltimos. O'zi sanatoriy aylanguncha mana bechalarni olib chiqing, qon aylansin, anemiya bo'lmaydi. Oyida 100 ko'k bir vitamindan bering, asba bo'lmaydi. Gilavrach klinikada ishlataverib, grija qilgan bechorani. Yo'q-e? Ha, Ana ikkita medsestra, Kimni aytibdilar? singillaringiz. buni pinset zilonkalariga tegirib nervni yiqib tashlagan. Siz hali vitaminga boy qizim tashlab, boshqa kasalga borib suriy nafas bermoqchimisiz? Bu gapni dadasi eshitsa sizga kelib svecha qo'yadi. Ana, Bormi og'riq, ha? Bormi? aha biz turaylik, buni kechasi ukoli bor edi. Qani, hayotinglar kapelnisaday uzun bo'lsin, gripp shamollash ko'rmay yuringlar. Aptekaga ishlaring tushmasin, shprisda tushsinmasin. Qamatim ishlang, yorini yig'ishidan